Tezkor xabar va nihoyat tabriklasanglar bo'ladi. Manchester United ikkinchi transferini hal qilyapti va eng qizig'i 3 kunda hal qilyapti. Bo'lar ekan, qayerdan buni qobiliyat 3 kunda 5-iyul kuni qiziqish to'g'risida yozishdi va bugun 8-iyul transfer hal. Andre Santos Chelseadan Manchester Unitedga o'tmoqda. Bu haqda ishonchli insider David Ornstein ma'lum qildi. Transfer narxi 45+5 million funt sterling ekan. Andre Santosning universalligi Manchester United e'tiborini tortdi va undagi xohish, ya'ni Manchester Unitedda o'ynayman degan xohishi Manchester United menimcha shunaqa tez hal qilib tashlashga undaganmi bilmadim, yo oldindan imijimida ishlab yurishganmi bilmadim. Bu to'g'risi men hayron qoldim. 3 kunda bitta transferni hal qilib olishganiga. Ko'rsatmaysan, keyingi transferlarni ham shunaqa tez hal qilib tashlaydi. Hozircha Rice bo'va jimli, menimcha man tashqotdilar yoki qo'y bo'ldilar. Men video otganda hali qayerga demadilar. Men sizlarga e'lon qilaman, agar uspet qilgan bo'lsam. Xullas, tabriklasanglar bo'ladi. Andre Santos bu qanchalar bizga foydali yoki qanchalar zararli, buni albatta mavsum davomida bilib olamiz. Ungacha bo'lsa o'yinlarni albatta alohida bir tahlil qilib chiqamiz. Hammaga rahmat, kuzatishdan charchamanglar. Shunaqa tezkor xabarlar bilan United Zone alohida. Come on United.